Bilasizmi, ming yillar avval Makkaga yo'l samolyotdan emas, sahro sukunatidan boshlanar edi. Ziyoratchilar tong sahardan, osmon hali oltin rangiga burkanib turgan paytidan tuyalarni minib yo'lga chiqishar edi. Shamol ularning yagona hamrohi, qum esa yo'llari edi. Ular sahroni haftalab kezib o'tishar, faqat yulduzlarga, iymonlariga, o'zlarining yurak kuchiga suyanishar edi. O'sha vaqtda konditsionerlar, tezkor poyezdlar yo'q edi. Qulay mehmonxonalarni gapirmasak ham bo'ladi. Ularda faqat bitta istak bor edi: Allohning baytiga yetib borish. Sabr sinovlar, chin dildan qilingan duolar ularga hamroh edi. Tuyaning har bir qadami ularning orzusiga yaqinlashtirar, yo'ldagi har bir kun niyatni yanada mustahkamlar edi. Va nihoyat holdan toygan bo'lsalar-da, lekin baxtiyor holda Makkaga ilk qadamlarini qo'yganlarida ko'zlaridan tum-tum yoshlar oqar edi. Chunki bu shunchaki shahar emas edi. Bu mashaqqat bilan bosib o'tirilgan yo'l uchun berilgan mukofot edi. Bugun esa biz Makkaga bir necha soatda qulay transportlarda yetib boramiz. Bu biz uchun berilgan ne'mat bo'lsa kerak. Sizning ham qalbingizda umri sog'inchi bo'lsa, keyingi surmang. Hoziroq sharafli joyingizni band qiling.